Bitta sabab bilan Mbappe Realda keyingi mavsum yanada ko'p gol urishi mumkin. Bu mavsumdagi 31 ta gol yaxshi, ammo penaltisiz olib qaraydigan bo'lsak, bu aslida uning 7 yildagi eng yomon ko'rsatkichi. Sababi hozir madridliklar Mbappedan oddiy hujumchidek foydalanmoqda. Carlo o'yin va hujum chizig'ini bog'lashni istaydi, lekin bu fransuzning kuchli tomoni emas. Odatda u himoyachilar bilan kurashmaslik uchun maydon markaziga tushadi. Long paslardan keyin Mbappe markaziy hujumni egallayman deguncha zarba pozitsiyasidan chetda qolib ketadi va shu uchun ham bu mavsum 14 ta gol urgan Jude Bellingham chuqurroq rolda o'ynagani bois bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Xo'sh, Madrid nima qilish kerak? Ular Mbappening o'rniga ortga tushib markaziy himoyachilarni chalg'itadigan, ya'ni ularni magnit kabi tortib turadigan markaziy hujumchi, aniqrog'ini aytganda yolg'on 9lik bilan shartnoma imzolashlari kerak. Biroq agar striker keladigan bo'lsa, Madrid hujum zonasida joy kamayadi, ya'ni chap qanot. U yerda Mbappe keng o'ynash uchun balki Vinicius Junior qurbon qilinar. Agar Madrid hozirgi Galacticosdan ko'proq foyda olishni istasa, baribir kimdandir voz kechish kerak. Sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring va bu videoni Xabi Alonsoga yuborib qo'ying.